Ey Xudo, farzandlarim gunoh qildilar. Shayton ularni yo'ldan urdi. Men ularning gunohidan o'tdim. Sen ham ularni kechir. Ular o'z gunohlarini yuvish uchun qo'llaridan kelgan barcha ishlarni qilayotganini ko'rib turibsan. Ularning tavbasini qabul qil. Ular aybini juda kech tushunib, tavba qilgan bo'lsa ham, ularning vijdonlari juda azobda. Ularning tavbasi shuncha uzoq yil bo'lganiga qaramay, qilgan ishlaridan o'ta pushaymon va afsusdalar. Sen kechirimli zotsan, ey Xudo. Rahmat dengizingning bir tomchisidan ularni bebahra qo'yma. Ularni kechir, Xudoyim. Ota o'z farzandlarini qalban doim kechiradi-ku. Men avval boshdan sizlar uchun yaratgandan kechirim so'ramoqchi edim. Lekin buni so'rasam-u, qilgan katta gunohlaringizni Xudoyim kechirmasligidan juda qo'rqdim. Gunohingiz og'ir edi chunki. Men bu afni so'rash uchun bomdod namozi paytini kutdim. Chunki bu paytdagi duolar ijobat bo'ladi. Yaratgan rad etmasligiga umid qilaman. O'sha yerlar Misrning chegarasi hisoblanadi, ota. To'xtanglar! To'xtaymiz. Kimsizlar?
Qayerdan kelyapsizlar? Va qayerga ketyapsizlar? U meni otam, Ibrohim payg'ambar o'g'li, Ishoq payg'ambarning o'g'li Yoqub alayhissalomdir. Biz esa uning farzandlari va nabiralarimiz. Kanon diyoridan kelmoqdamiz. Karvoningiz Xivaga bug'doy olish uchun kelyaptimi? Yo'q. Biz Misr azizini qarindoshlarimiz. U bilan ko'rishish uchun kelyapmiz. Bu kishi Misr azizi Yuzarsifning otasi. Nima bo'ldi ekan? Har doim bu yerdan osonlikcha o'tardik. Shoshmay turinglarchi. Hozir bilib olamiz. Sizlar buyuk Yuzarsifning qarindoshlarimiz? Ha, shunday. Men Yusufning xabarchisiman. Men Yusufning otasiman. Bular Yusufning akalari, jiyanlari va boshqa qarindoshlari. Yuzarsif janob oliylari menga sizlarni ko'rganim zahoti darhol xabar berishimni buyurganlar. Tez orada ko'rishamiz. Yaxshi qolinglar. Yaxshi yetib ol. Yusufimga salom ayt. Yusufimni shahri bu yerdan uzoqmi? Xivaga yetishimizga yana 6 kunlik yo'l qoldi, ota. U bilan Xivada ko'rishamiz. Yusufim bilan 6 kundan so'ng ko'rishar ekanman-da. Yo'q, ota. Xabarchi otda yurgani uchun unga 6 kunlik yo'l. Yurishda davom etamiz. Tinchlikmi? Nima bo'ldi xabarchi? Men Shom yurti chegarasidan kelyapman. Yuzarsif janob oliylariga muhim yangilik olib keldim. Qani men bilan yur. Yaratganning marhamati bilan yaqin orada ocharchilik ham tugaydi. Yomg'ir yog'ib, yana mo'l hosil ola boshlaymiz. Shom chegarasidan xabarchi keldi. Kirishga ruxsat so'rayapti. Misr hukmdori Fir'avn Akhenatonga salomlar bo'lsin. Men Misr azizi Yuzarsif janoblariga xushxabar olib keldim. 6 kun avval otangiz va yaqinlaringiz Shom chegarasidan o'tib, Misr sarhadlariga kirib kelishdi. Chindan ham bu men uchun ajoyib xushxabar. Ular bu yerga qachon yetib kelishadi?
Ular ham piyoda, ham qoramollar olib kelayotgani uchun biroz sekin yurishadi. Fivaga 3 kun ichida kelib qolsa kerak. Tashakkur. Juda xursand bo'ladigan xabar keltirdingiz. O'zimda yo'q, xursandman. Bemalol ketishingiz mumkin. Otasi va yaqinlari bilan 36 yillik ayriliqdan keyin ko'rishayotgan Yuzarsif janob oliylarni tabriklaymiz. Yaratganga ming hamdlar bo'lsin. Bundan juda xursandman. Biz ham Yaratganning payg'ambarini muborakbod etamiz. Xursandchiligingiz bardavom Yoqub bo'lsin. payg'ambarning qutlug' qadamlari Misrdagi ocharchilikka chek qo'yadi degan umiddamiz. Ruxsatingiz bilan otam va akalarimni kutib olgani yo'lga tushsam. Harimxo'p. Yuzarsif turli dabdabalarni yoqtirmagani uchun u otasini biz xohlagandek kutib olmasligi mumkin. Shaharni bayramdek bezatib qo'ying. Odamlar ko'chaga chiqib mehmonlarni munosib kutib olsinlar. Bosh ustiga oliy hazratlari. Taku. Shaharni bayramona bezatish kerakligini ayt. Yoqub alayhissalom va uni qabilasini kutib olish uchun barcha qo'shinlar shay tursin. Bosh ustiga. Yoqub payg'ambar va uni o'g'illari shahrimizga kelishayotgan ekan. Eshitdingizmi? Buyuk Yuzarsifning qarindoshlari Fivaga mehmonga kelishayotgan ekan. Ularni kutib olishimiz kerak. Yuzarsifning yaqinlari bizni ham yaqinlarimizdir. Ularni yaxshilab kutib olishimiz kerak. To'g'ri, Yuzarsif oldida g'oyat qarzdormiz. Ular deyarli 40 yildan beri bir-birini ko'rmagan ekan. Ya'ni Yuzarsif janoblari otalarini 40 yildan beri ko'rmagan ekanmi? Shunday deb eshitdim. Unda ketdik. Hozir shahrimizga kirib qolsalar kerak. Hammaga aytish kerak. Mehmonlarni kutib olishga chiqamiz. Biz ularga Misr xalqi Yuzarsifdan qanchalik minnatdor ekanligini munosib tarzda ko'rsatishimiz kerak. Qani ketdik. Ko'ryapsizmi ota? Bu tog'larmi? Yo'q ota. Turishidan ularni odamlar qurganga o'xshaydi. Shunday ota. Ular 3 ta buyuk fir'avnning maqbarasi sifatida qurilgan g'aroyib binolardir. Bular dunyodagi eng mashhur inshootlardan hisoblanadi.
Bu Yusufimning shahrimi? Shunday otajon. Bu Fiva shahridir. Chang chiqarib kelayotgan aravada hoynahoy bizni kutib olgani chiqqan odamlar kelyapti. Bu kelayotgan odam Yusufmi? Yo'q ota. U Rodamon Yusufning yaqin qo'riqchilaridan biri. To'xtanglar. Misr davlatining xaloskori bo'lgan buyuk va marhamatli Yuzarsifning hurmatli otasi Yoqub payg'ambarga salomlar bo'lsin. Yuzarsifmi? Ha, aytgancha Yusuf, sizga ham yaratganning salomi bo'lsin. Misr azizi va xalqi sizni qarshi olishga chiqishyapti. Yoqub payg'ambardan kichik iltimosimiz bo'ladi. Ana shu tepalikda turgancha sizga peshvoz chiqayotgan odamlarni ko'rishingizni xohlardik. Nima qilishimiz kerak ekan? Yusuf janobi oliylari va uning ayollari yetib kelgunga qadar mana bu tepalikda kutib tursangiz bas. Misr osmoni ko'p yillardan beri bunday bulutlarni ko'rmagandi. Shamol ham boshlanyapti. U sizni hayajoningizdan xabar topganga o'xshaydi, ota. Bu xushxabarning belgisi. Tabiat ham necha yillik diydorning quvonchli onlarini biz bilan nishonlamoqchidek go'yo. Aravada kelayotgan odam mening Yusufimmi? Yo'q, otajon. Ularning orasida Yusuf yo'q. U endi keladi, ota. Hozir kelib qoladi. Hozir keladi. Yo'l bering. Chetga o'tinglar.
Ular bu yerdan uncha uzoqda emas, janob oliylari. Buni qara. U Yusuf bilan qanday uchrashar ekan, aqlimga sig'dira olmayapman. Qara, otangning qo'llari qaltirab ketyapti. Siz ham hayajonda otamdan kam emassiz. Xotirjam bo'ling. Yaratgan barchasini yakunini go'zal qiladi. Albatta hammasi yaxshi bo'ladi. Yuragim tinchlan. O'rtanma, qafasingdan chiqib ketma. Jigar bandim bilan ko'rishaman. Nega bezovta bo'lmasin axir bu yurak? Akang qayerda qoldi? Nega hali ham kelmadi? Qara, qanchalik mag'rur va salobat bilan kelyapti u. Bolaligidan bizdan ustunroq bo'lishni xohlardi. Qara, bunga erishdi albatta. Ana Yusufim, ana mening Yusufim. Yusuf. Yusuf günahım. Bolaginam. Yusuf'um mening. Yusuf. Yusuf. Yusuf'um. Yaratganning huzuridagi farishtalar ham yum-yum yig'layotgan bo'lsalar ne ajab. Yusufni to'kayotgan ko'z yoshlari yo'q, quvonchdan jilmayotgan yuzlariga boq.
Yusuf g'oyat hayajonga tushdi, qarang. Ha, Yaratganning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Xush Xush kelibsiz. kelibsiz. Qadamingizga hasanat. Xush kelibsiz. Yaqub alayhissalomga Salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz. Yaratganning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Xush Xush kelibsiz. kelibsiz Yaqub payg'ambar. Xush kelibsiz. Yaratganning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Yaratganning payg'ambariga salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz. Yaratganning Xush payg'ambari. kelibsiz. Xush kelibsiz. Yaratganning payg'ambariga salomlar. Xush kelibsiz. Salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz. Yaratganning payg'ambariga salomlar Xush bo'lsin. kelibsiz. Xush ko'rdik. Yaratganning payg'ambariga salomlar Xivada bo'lsin. Xush ko'rdik. Xush kelibsiz Yaqub payg'ambar. Xush kelibsiz. ko'rdik. Yaratganning Xush payg'ambari. kelibsiz. Xush ko'rdik. Xush ko'rdik. Yaratganning payg'ambariga assalomu alaykum. Misrga xush kelibsiz. Rahmat. Men Misr fir'avni sifatida Yaqub payg'ambarning qadamlariga hasanot aytmoqchiman. Bu yurtga kelishingiz biz uchun sharaf, qadamlaringizdan baraka yog'iladi.
Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz, yaratganning Xush payg'ambari. Yoqub kelibsiz. payg'ambarning tashrifi bu yurtga barcha yaxshiliklarni olib kelsin. Misrdagi ocharchilik ham o'z yakuniga yetsin. Shundan umidvormiz. Qadamlari qutlug' kelsin. Kelibsiz. Balolar Misrdagi arisin. ocharchilik ham yakuniga Urg'oqchilik yetsin. tugasin. Bir kun kelib Yusufni tushi o'ngidan kelishini hech tasavvur qilganmiding? Hech qachon. Undan ham yomoni, endi unga doim ta'zim qilishimiz, hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Ey Yusuf, hozir xonangizga kirib, eng chiroyli liboslaringizni kiyib chiqing. Toki yaratgan aziz qilgan insonga qarshi hech kim qarshi so'z ayta olmaydigan bo'lsin. Ruxsatingiz bilan davrangizni biroz muddatga tark etaman. Tez orada qaytaman. Yaxshi o'g'lim, tez orada qayting. Bular Asenat xonim, Misrdagi tavhid dinining bosh targ'ibotchisining qizi. Ular Yuzarsif, to'g'rirog'i Yusuf payg'ambarning ayoli bo'ladilar. Bu esa menisi Yusuf payg'ambarning qizi. Bu Ibrohim, u kishining o'g'illari. Ko'ryapsanmi, Liya? Endi Yusufimning ham farzandlari yonimda. 2 nafar shirintoy nabiralarimiz. Sizlarning yana bir keliningiz bor. Go'zallikda yagona Zulayho xonim. Sizlar kabi u ham Yusufni yillarcha kutdi. Siz ham men kabi ko'zlaringiz nigoron bo'libsiz-da. Zulayhoning Yusufga bo'lgan muhabbati Misrda necha yillardan beri tillarda dostonga aylangan. Demak, siz ham men kabi ayriliqdan ancha aziyat chekibsiz. Hijron azobi juda og'ir, shunday emasmi? Diydor va visol alamli kunlarni esdan chiqartiradi. Sizga nihoyatda shirin va baxtli hayot tilayman. Siz mening Yusufimsiz. Ko'ryapsanmi, Liya? U qanchalik kelishgan va salobatli inson. Albatta, u bizning Yusufimiz. U quyoshdan ham porloq, oydan ham yorqinroqdir. Yo'q, o'g'lim. Siz qo'limni o'pmang. Zero siz otangizning yo'l boshchisiga aylandingiz. Men sizning qo'lingizni o'pishim kerak. Bu Yusuf. Ukangiz Yusuf qaytib keldi. Yillar davomida yo'qolgan shu inson Yusuf firoqida necha yillarim ko'kka sovrilgan o'sha ukangiz. Necha yillarki kutgan Yusuf qaytib keldi mana. O'g'illarim, kelinglar, Yusufni topganimiz uchun Yaratganga cheksiz
shukrimizni aytamiz, hamdlar aytamiz. Parvardigorga sajda qilamiz. Men yulduzlarni, oyni tomosha qilardim. Uyg'otganingizda esa quyoshni ko'rardim. Qarshingizda bo'yin eguvchi o'sha quyosh endi oldingizda tiz cho'kmoqda. Mana oy ham, atrofidagi 11 ta yulduz ham qarshingizda tiz cho'kib turibdi. Sening maqoming ham, payg'ambarliging ham tillarda doston bo'ladi. Turing otajon. O'rningizdan turing. Qarang, Yusufim. Oy, quyosh va 11 yulduzning sajda qilishi albatta otajon, ko'ryapman. Bolaligimdagi o'sha tushning ro'yobga chiqqanini ko'ryapman. Qodir Xudo o'zining jamil va jalol sifatlarini namoyon qilmoqda. Yaratganning do'stlari o'zining xayrli va barakali ishlari bilan o'zlarida uning sifatlarini ko'rsatadilar. Yusuf o'zining go'zalligi bilan yaratganning bu sifatini boshqa payg'ambarlarga qaraganda ko'proq namoyon etadi. Aytishim mumkinki, Yusuf yaratganning go'zalligining yerga tushirilgan oynasi kabidir. Bularning barchasi Xudoyimning marhamatidir. Mening o'zimda hech narsa yo'q aslida. Xudo meni zindondan qutqardi. Shayton men va akalarim o'rtasiga nifoq solganidan necha yillar o'tib, yaratgan sizlarni Kan'ondan bu yerga olib keldi. Har bir ne'matida hikmat va ibrat bo'lgan bilguvchi yagona zot Xudodir. Yo Xudo, sen meni Misr azizi unvoni bilan siylading. Menga kuch-qudrat berding. Tushlar ta'birini aytishdek fazilat ato qilding. Men itoatkor va mamnun paytimda jonimni ol. Meni solih bandalaring qatoriga qo'sh. Ey Xudo, Yoqubga shunchalik sabr berganing uchun senga cheksiz rahmatlar aytaman. Ko'zlarimga qaytadan nur berib, o'g'limni ko'ra olayotganim uchun ming shukr, Xudoyim. Umid bilan, najot bilan kutayotgan bandalaringni suyuklilarining didori bilan mukofotla. Siz orqali Xudo o'z irodasining go'zalligini bandalariga ko'rsatish uchun yerning bir qismida bir bandasining chiroyli tarzdagi xatti-harakatlarini boshqalarga ko'rsatib berdi. Afsuski dunyoda hamon johil va bechora kishilar talaygina. Xudo o'zi va'da qilgan so'nggi payg'ambarini yer yuziga yuborganda, u zot hamma odamlarni jaholatdan ham, qashshoqlikdan ham, zolimlardan ham qutqaradi. Uning ismi nima? Uning ismi bir necha yildirki, qiyin ahvolga tushganingda senga halovat bag'ishlaydi. U kim? U qachon keladi? U barcha payg'ambarlarning eng oxirgisidir. Uning ismi esa Muhammad bo'ladi.
Undan keyin bu dunyoga boshqa payg'ambar yuborilmaydi. U tufayli dunyoda faqat bitta din hukmronlik qiladi va unga o'sha dinning kitobi yuboriladi. U dunyoga adolatni keng yoyadi. Demak, siz oxirgi payg'ambarni ham muhaqqaq ko'rar ekansizda. Unga mening salomimni ayting. Seningcha Bani Isroilning kelajagi Yusufning qo'lidami yoki Yahuzoni qo'lidami? Bu kundek ravshan, albatta Yusuf. Yo'q, Shamun. Kelajakda Bani Isroil avlodlari Yusufiylar emas, Yahudiylar deb ataladi.